Demek only kanserlarni ko'paytirish shekilli, sizlar bilan only kanserlarni ko'paytirish o'zini qonun qoidalari bor. Unga sonlarni 1000 ga, 10 000 ga va hokazo sonlarga ko'paytirish qoidalari bor. Demak, natural sonlardagi qoidalar only kanserdagi 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko'paytirish qoidalariga o'xshash. Natural sonlarda nima qilinadi? Sonni 10 ga ko'paytirsangiz oldiga bitta 0 qo'yasiz. 100 ga ko'paytirsangiz ikkita 0 qo'yasiz. Masalan, 13 ni 10 ga ko'paytirsangiz natural sonlarda 130 bo'ladi. 24 ni 100 ga ko'paytirsangiz 2400 bo'ladi. Ikkita 0 qo'yasiz. 1000 ga ko'paytirsangiz 24 ni 1000 ga ko'paytiring, 24000 bo'ladi. Endi only kanserlarni oldiga 0 qo'yamiz. Mana bu only kanserda kanser qismi, ya'ni vergul bilan ajratiladi-yu. Mana shu vergul ko'paytirganda o'ng tomonga bitta suriladi, 10 ga ko'paytirsak, vergul o'ng tomonga ikkita suriladi, 100 ga ko'paytirsak. 3 ta suramiz, 1000 ga, 4 ta suramiz, 10 000 ga va hokazo. Mana shu vergul o'ng tomonga suriladi, ko'paytirib turgan, 10 ni darajalarini 0 ga qarab. Masalan, bitta 0 li songa ko'paytirsangiz 10 ga bitta suriladi, 100 ga ikkita va hokazo. Mana 2245 10 ga ko'paytirsangiz mana vergul o'ng tomonga bitta surilib qoladi. Natija nima bo'lib qolar ekan? 224.5 bo'ladi. Mana vergulingiz bitta o'ng tomonga surildi. 10 ga ko'paytirsangiz mana vergul o'ng tomonga bitta surilib qoldi. Tushunarlimi? 100 ga ko'paytirsangiz vergul qayerga kelib qoladi? 7 dan keyin qo'yasiz. Ikkita surilyapti. Demak, 4317.3. 10 ga nechta 0 bor? 4 ta suramiz. 1 2 3 4. 2 dan keyin qo'yapmiz. Demak, 32.4. Mana oldida ikkita 0 yozish shart biz, yozib olsangiz ziyon yo'q. 32.4 bo'ladi. Keyingi misolimiz qarang. Xo'sh, birinchi 100 ga ko'paytirsangiz vergul ikkita suriladi. 0.1 bo'lib qoladimi? Mana ketdi. Keyingi 100 ga ko'paytirganingizda bitta suriladi, 1 bo'ladi. Bitta surilgan, mana bitta 0 ni hisobiga 1 bo'lib qoldi. Mana bitta 0 ni endi yoniga berib qo'yasiz, 10 bo'ladi. Tushunarlimi? Bo'lmasa, mana bunday yozasiz. 0.1000 dan 1 ko'paytirib ikkita 100 ni birinchi ko'paytirib olsangiz 10000 bo'larmidi? 10000 ga ko'paytirsangiz vergul nechta surish kerak? 4 ta surish kerak. 3 ta sursangiz birda oldiga keladimi? Endi bitta kamini hisobiga nima berib olasiz? 0 berib olasiz, 10 bo'ladi. 0.100 dan 10-misolga o'tyapmiz. Savollar yo'qmi? 10-misolgacha, demak 9-misol yuzasida oralatib o'xshash misollar ko'rib beryapman. Qolganini mustaqil o'zlaringiz ishlaysizlar. 0.100 dan 17 ni 1000 ga ko'paytirib, 1000 da demak 3 ta 0 bor. Vergul 3 ta surilishi kerak. 170 bo'ladi. Demak, e'tibor qilinglar, only kasrlarda men o'tgan safar aytdim, kasr qismidan so'ng xohlaganingizcha 0 yozib olishingiz mumkin deb aytdim. To'g'rimi? 0.117 ni 0.1000 dan 170 deb olsangiz bo'laveradi. Only kasrlarda mumkin. Tushunyapsiz? Only kasrlarda kasr qismini oxirida, only kasrlarda o'ng tomonda istalgancha 0 deb yozish yoki o'chirish mumkin. Savollar yo'qmi shunga? 0.100 dan 17 ni 170 qilib olsangiz bo'laveradi. Mana 1000 ga ko'paytirgan vaqtingizda 3 ta sursangiz demak necha bo'lar ekan javob? 170 bo'lib qoladi. Mana bitta 17 bo'ladi. Bitta sursangiz necha? 170. Bunaqasi ham bitta 0 desangiz, mana 0 ni hisobiga. Tushunarli bo'ldimi? Mana bu yerda 0.1000 dan 54 necha ko'paytiryapmiz? 5000. Demak, bitta hozir 3 ta 0 ni hisobiga 3 ta surilish kerak edi. Mana 2 ta 0 ni yoniga berib qo'yamiz. 5400. 5400 bo'ladi. Aslida 0.100 dan 1000 dan 54 ni yoniga 2 ta 0 berish ham mumkinmi? 5 talik qilib olyapti-da. Birovlar 5 ta surishi uchun. Mana. 0.1000 dan 54 degani
100 mingdan 5400 degani endi. Oxirida ikkita 0 yozsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda nollarga qarab, nollar soni tenglab olsangiz bo'laveradi. Javob baribir nechi chiqadi? 5400. Tushunarli bo'lyaptimi? 1.2 ni. Xo'p, o'nli kasrlarni natural songa qanday ko'paytiramiz? Xuddi natural songa ko'paytirganda ko'paytiramiz. Ozgina farqi bor, o'sha kasr qismini. 12 ni 2 ko'paytirsangiz qanday ko'paytirasiz? Nechi chiqadi? 24 ni yozib olasiz. Endi mana ikkovida kasr qismi bor, mana ikkita ko'paytiruvchilar ichida bittasida kasr qismi bor. Kasr qismini sanasangiz nechta ekan? Bitta kasr qismi bor. Bir dona. O'yindan chapga qarab nima qilamiz? Bitta virgul ajratib qo'yamiz mana. Sana 1 deb turib 2.4 bilan. Bunda 2 ni 7 ga qanday ko'paytirsangiz shunday ko'paytirasiz. 2 ga 7 nechi? 14. Faqat nima qilamiz? Kasr qismi ikkita bo'lgani uchun virgulni o'yindan chapga sanab qo'yib qo'yamiz, oldiga bitta 0 berib qo'yamiz. Ha? 0.10. Mana bunda 400. Demak, biz sizlar bilan hozir o'nli kasrni 10 ga, 100 ga, 1000 ga, ya'ni o'nliklarga ko'paytirdik-ku. Endi 100likka ko'paytirish qanday bo'ladi desa, 100likka ko'paytirish, masalan 100lik degani 400, yoki 10lik, va hokazo. 40 ga ko'paytirish, 4000 ga ko'paytirish. Avval xohlasangiz uni 4 ga ko'paytirib, keyin 100 ga ko'paytirish mumkin. Yoki avval uni 100 ga ko'paytirib, keyin 4 ga ko'paytirish mumkin. 4 ga e'tibor qilinglar, bunday qilamiz-da. 0.1039 ni birinchi 4 ga ko'paytirib, keyin 100 ga ko'paytirsangiz ham bo'laveradi. Bilasizlarmi? Yoki aksi ham bo'lishi mumkin. Birinchi 100 ga ko'paytirib, yuzga ko'paytirib, bu tomonga yozyapman. Keyin nechiga 4 ga ko'paytirish mumkin? Bari javob bir chiqadi. Qaysi biri qulay sizlarga? Qaysi biri qulay? Birinchi 4 ga ko'paytirdikmi? Birinchi 4 ga ko'paytirganimiz qulay bo'lsa, 4 ga ko'paytirib olamiz. Qarang, 4 kara 9. 36. 3 yoqda 4 kara 3. 12. 15. 1 yoqda 4 kara 0, 1 yozib oladi. 4 kara 0, yana 4 kara 0. Mana. Tushunarlimi? Endi shu sonni 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Virgulni qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerda necha bo'ladi? Kasr qismi 4 ta bo'lgani uchun men 2 ga qo'yaveramiz. Endi 4 ta kasr qismi 4 ta mahrajda nima 100 ga ko'paytirganimizda 2 ta 0 bor. 2 ta surib qo'yamiz o'yindan chapga. 1.56 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xohlasangiz mana bu ikkinchi usuldan ko'rishimiz mumkin. Birinchi 400 ga ko'paytirish uchun 0.1039 ni 400 ga ko'paytirish uchun birinchi 100 ga ko'paytirib, keyin 4 ga ko'paytirib qo'ysangiz ham farqi yo'q, javob bir xil chiqadi. 100 ga ko'paytirganingizda virgul ikkita surib olasizmi? Ranjarbek, mana virgul qayerga kelib qoladi? 0.39. Mana ikkita 0 ni hisobiga mana virgul mana kelib qoladi. 0.39 bo'lib qoladimi? Ikkita sursangiz, keyin 4 ga mana ko'paytirib qo'yasiz. 4 kara 9. 36, 3 yoqda 12, 15, ana kasr qismi ikkita bo'lgani uchun o'yindan chapga sanab ikkita qo'yib qo'yamiz. 1.56 bo'ladi. Bo'lmasa 5 ni 0.41 ga ko'paytiryapmiz. 5 ta 41 nechi? 5 ta 41. 205. 205 mi? Hozir 205 yozyapmiz. 2.105. Mana bu yerga kasr qismi va yerga yozib qo'yamiz. Kasr qismi ikkita bo'lgani uchun 2.105 qo'yasiz. 5 ni 41 ga ko'paytiryapsiz. Kasr qismini Sanjarbek sanayapsiz. Kasr qismi nechta ekan? 2 ta ekan. 205 dan o'yindan chapga ikkita sanab qo'yib qo'yamiz. 14 18 ga qanday ko'paytirasiz? Demakki, xuddi shuni ham ko'paytira oling. Masalan 18 14 ga qanday ko'paytirasiz? Ko'paytirib 4 kara 8 32, shu yoqda 4, 3 yoqda bilan 7, 18 bo'ladimi? Qo'shib olasiz. 2 15, 2 252 ni yozing.
kasr qismini sanang. Nechta ekan? 2 ta ekan. Bitta, ikkita. Mana 2 nima qo'yasiz? Virgul qo'yasiz. 2,122 bo'ladi. Abdulloh tushunyapsizmi? Oddiy 14 ni 18 ga ko'paytirasiz. 252 bo'ladi. Kasr qismi bunda bitta, jami 2 ta ekan. O'yindan chapga 2 ta sanab qo'yapmiz. Qiyin bo'lsa. 10li kasrlar 3 ta. Hammasi 0.1 ekan. 0.1, 0.1, 0.1. 3 ta birni ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 1 kere 1 kere 1. 1 chiqadi. 1 chiqadi. Lekin kasr qismi nechta ekan hozir bu yerda? 3 ta. 3 ta bo'lyapti. Birda oldiga xohlaganimcha 0 qo'ysak bo'laveradimi? Xohlaganingizcha 0 qo'yavering birda oldiga. O'zgarmaydi. 0,0,0,1. Baribir 1 ga teng. Lekin birda o'ng tomoniga qo'ysangiz u son o'zgaradi. 10 marta, 100 marta, 1000 marta ortadi. Lekin chap tomoniga qo'ysangiz son o'zgarmaydi. Naturasi. Oldiga qo'yib olaverasiz, chunki kasr qismi nechta ekan? 3 ta bilib qoldim-da. 3 ta kasr qismi bor, sanashda qiynalmaydi. Bitta, ikkita, 3 ta, 1 qo'yaverasiz. 0,1000 ekan. Endi ko'paytmada 0 bor ekan, e'tibor qilinglar. 1,4 ko'paytirib 0. Javob 0 chiqadi. Baribir javobning ko'p ketadi 0 bo'ladi. Hisoblayotmaysiz, O'rtada 0 bor. O'rtada 0 bor. Oxirida 0 bo'lsa ham, boshida 0 bo'lsa ham, ko'paytiruvchilarchilikda 0 qatnashsa, faqat ko'paytirish bo'lishdan tashkil topgan bo'lsa-da, qiymati nima 0 ga teng bo'ladi. Demak, 9-misoldan sizlarga hozir 13-misolgacha namuna ko'rsatib berdim. Demak, ko'paytirish bo'yicha vazifa qilamiz 10li kasrda. Demak, 9-misoldan 13-misolgacha vazifa bo'ldi. Ishlab kelamiz, ya'ni safarga bo'lish o'tamiz. Bo'ldimi? Bo'lish. Keyingi darsimiz bo'lish bo'ladi, xudo xolasa. Misollarni ishlab vaqt kelsa